agar kim o'z ixlosida ixlosni ko'rsa, uni ixlosi ixlosga muhtojdir. Tushunish qiyin, a? Ixlos ixlosni berkitishdan iboratdir. Kim o'z ixlosida ixlosni ko'rsa, uning ixlosi ixlosga muhtojdir. Ixlos nima desa, ixlosingni bekitishing kerak. Birov ko'rmasin ixlosligi ekanligini. O'zing ham men ixlosli bo'lib qoldim demagin. Ibodat qilib qo'yib, xijolat bo'lib turgin deydi. Ibodat qildi, qoyillatdi-yu, yana kam bo'lib qoldi deb xijolat bo'lish kerak ekan. Boplab yordim desa bo'lmas ekan. Kimki o'z ixlosida mana bizda ham ixlos bor ekan-u deb ixlosni ko'radigan bo'lsa, uni ixlosi ixlosga muhtoj. Ixlos emas. Yana harakat qilish kerak.